Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizga Jizzax viloyatini qaytadan Arnasoy tumanidan bemorimiz kelibdilar bugun ertalabda birinchi bo'lib. Xo'p, shikoyatlar qayda? Shikoyat shu bel og'rib, oyoqqa qo'shi bor edi. chap tomonga oyoqqa beryapti. Ha, yaxshi. Qanchadan beri? Qancha bo'ldimi? Javob qoldi. Hozir MRT'ni olib kelsalar, sherigingiz ko'ramiz, xudo xolasa. Xo'p, ismingiz kim? Sherzod. Sherzodbek, nechinchi yilsiz? 87. 87 bo'ldi. Hozir planshetga yotasiz. Muolajani boshlaymiz. Mana shunday beradi, to'g'rimi? Ikkita grisha, ikkitasi katta ekan, ikkitasi kichkina ekan. Ochilibdi. Ne kadar daha kerak edi? Shidaymiz. Ismingiz kimidi? Sherzod degan. Xo'p, azizlar, Sherzodbekning muolajasi ham tugadi. Nima gap? Yengillik bormi? O'tirib turingchi. Yana, yana. Yurib bering menga. Bormi? Bo'lmasa kelarmi desa, yurib bering. Katta tashlang. Hali bu boshlanishi. Uzoq boshda shu 1 soatgacha ertaga kirib kelib aytasizda holatni. Xo'p, yaxshi borib, faqat ko'p yurmang, damda oling-a. Inshaalloh ertaga ikkinchi muolajada olib Jizzaxga ketaverasizlar. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar.